Bugun 12 avtomobilni yana qabul qilganmiz. Bunda bo'lgan muammosi parkovka sistemasi ishlamayapti, silpoy zonalari ham ishlamayapti deb keldilar mijozimiz. Mashinaga e'tibor beringlar. Avtomobil RS12, lekin tumankasi RS emas. Tumankani oldirib tashiganlar, shuni hisobiga mashinada sensorlari ishlamayapti. Nima uchun? Bularni tumankasida mana bu yerda sensorli datchiki bo'ladi. Shuni olib tashigandan keyin qolgan sensorlari silpoy zonalari, paktroniklari hech qaysi ishlamaydi. Даже ichkarida sensor ishlamayapti deb ham tablolarda chiqarib beradi. Biz bu avtomobilimizni tekshirdik. Yana gazlarda ham muammosi bor ekan. Uni ham to'g'rilab joy-joyiga qo'yib beramiz. O'zi diagnostika qilish holatlari ketyapti. Hurmatli Onyx Tracker avtomobil haydaydigan shopirlarimizga bitta maslahat, iloji boricha oldingi buferlaridagi abisovkalarni o'zgartirayotganda yoki tumankalarni o'zgartirayotganda o'zini tumankalari qolishini tavsiya qilamiz. Даже bunga tumanka qo'yilgani o'z tumankasi ham chala ulangan, yaxshi yonmayapti. Ikki tomonda ham muammo qilyapti. Iloji boricha sensorlarni yo'qotmanglar. Sensorlarni yo'qotsalaring, sensorlar ham anchagina qimmat turadi. Biz ish faoliyatida davom etyapmiz. Hozir Onyx avtomobilimizni ideal holatda to'g'rilab chiqarib berib yuboramiz.